Halol, 100% halol. Sertifikatimiz точно. Opajon, men sizni fikringizni bilmoqchi edim. Bizning Paintixdan quritilgan ma'lumotlarimizni tatib ko'rasiz va o'zingizni fikringizni bildirasiz. Mana, yeb ko'rsangiz bo'ladi. Quritilganmi bu? Ha, bular quritilgan marmelat. 100% halol, bolalar uchun beziyon. Zo'r-ku. Mezza ekan. Bunaqa yeb ko'rganmisiz oldin? Yeb ko'rmagansiz. Demak, ta'mi yo'q-da sizga? Zo'r ekan. Bolalaringizga olib bergan bo'larmi deysiz? Olib beraman, ha. Halol bo'lsa olib beraman. Albatta, bizda O'zbekiston bo'ylab hamma do'konlarda bor va Uzun marketdan, Yandex marketdan ham topsangiz bo'ladi. Yoqdimi sizlarga? Ha, yo'q. Oldin yeb ko'rganmisiz? Yo'q. Yeb ko'rmagansiz. Sizchi oldin yeb ko'rganmisiz? Yo'q. Bolalaringizga olib bergan bo'larmi deysiz? Albatta. Hozir biz ovqat bozori keldik. Bu yerdan ham fikrlarni so'rab ko'ramiz. Kedan Halol, 100% halol. Sertifikatimiz точно. Mana halol deb yozib qo'yganmiz. Men o'rtasiga turib olay. Voy, onang o'rtasin, bolajon. Yeb ko'ringizlar. Oling. Oling. Buni Mana bunisini oling. Mikrofonmi? Voy, onang o'rtasin. Ol bolam. Bir-biridan chiroyli opalarimning yoniga keldim. O'tib oling. To'xtang, sizni ham ugashat qilamiz. Sizni ham. Oling, hammasini savoravering. Voy. Mana bor-ku. Yeb ko'rganmisiz? Sushonniy klubi. Ha. Yaxshi ekan. Zo'r. Endi odamlar faqat anaqa yozishmasa kommentariyda tekin bo'lsa hamma narsani yeysizlar. Voy, hech ham unaqa emas. Bu sizga masga yozib podarka qilib beraman buni. Tam qanaqa? Zo'r. Oshmasin. Yoqdimi sizga? Onam bo'lar qani chiroyli narsa ishlab chiqarsa. Bu sizga. Rahmat. Bu sizga. Voy, aynalayın. Rahmat, mana mana qilamiz. Bu menga. Yeganlarga unaqa, yemaganlarga bunaqa. Ana, ko'rdinglar, chestnot sufini berdilar. Yaxshi ekan, lekin hamma narsani maqtab. Assalom, Alloh rozi bo'lsin. Boringlarga. Ha, charchamaysiz. Yaxshi. Sizlarga omad.